Yaxshi sizlarga ko'pchilik masalalarni to'xtatib do'stlar, sen javobdan bilmayman. Bugun sizlarga men lov suqashimning yana bir qatim o'lchamlik darsini olib keldim. Men bu safar tunishroq turamda ya. Mening heliga bir javob berimdi bor. Bu bola hozir bizga raus bugun bo'ldi hozir men bir so'zlab qo'yay deydi hamsa. Berdi o'xshatdim. Bugün ilk gelgen dersi olsa lov buqasının ölçemlik taşışı usulü. Bunun keterlik materyallar. Samsaklen, şanseys, Chaosong. Qaytadan samsak şansay. Samsak Chaosong, şansayni 2 kilo açık su aralashtiramiz. Bunun qo'shimcha materiallar. Gülpidin 100 gram. Togodin 3 ton. Shangyaydan 100 gram. Bajovdan 100 gram. Havyodun 300 gram. Bunu texnik bak açık qilish uchun Xiaomi lazımdın 300 gram sevasa buldu. Bu bo'lsa navat, bunun bir 500 gram. Dongu Janyodun 100 gram bersak bu. Laşalludun 150 gram. Endi bunu boş otda bir qaynatamiz. Yana biz Bunu nayt bak boş ot qaynatamiz ama navat, dardiman, yetib tam chiqdi. Kaynağı müşahat geleceğiz süzümüze. Beknoç, Cumalikim mavi. Mene bunu töpsünü boşan öğretip 12 saatten keyin ep işlesen buldu. Lav su xasını kılamızlar, çılgın xasını kılamızlar. 5 ölçemlik çıkıdı. Bulab qalsa sharaq tishgan chaq birini bo'rtib qildigan bo'lsang. Mavi beknoç chiqibdi. Oy, mening tanishligim noç chiqibdi, mana turqa g'azab kuchlik mavi. Hamsa men ugunib elinglar. Men shagirtni bala ugnibdi deydigan bir raqamini ugnanmayotgan 2 raqamini yo'llab qo'yinglar, ha? Sizlar ugunib oldinglarmi? Ha. Hamsa kelarsan kurashdik.